Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Kia K5 probeg 63 ming, Hyundai Tucson probeg 76 ming. Mana shu ikkita mashinamizni ham katalizator erigan akalar. Xo'sh, mana bu Malibu'mizni ham hozir ochamiz, buni ham obzor qilamiz. Mana shu uchtala mashina ham bir xil problema bilan kelgan. Mashina qaltiragan, chek yongan, rasxod ko'paygan. Svetoforlar turadigan bo'lsa, xuddi yurib ketadigan o'sha siltab qo'yadigan holatlar kuzatilgan. Ko'rib turganingizdek K5 katalizator akalar va shu yoyi yilib yarmidan ko'p oqib ketgan. Tucson ham xuddi shunaqa ahvol akalar. Bularni ko'rinishlari bir xil bo'ladi katalizatorlarni, faqat ikkiga bo'lingan yoki bitta selli bo'ladi. Mana bu katalizator akalar Malibu 2 katalizatori ko'ryapsizlar, mana shu ikkita bo'ladi bitta bachokning ichida, uzun katalizator katta bo'ladi. Qanchalik yonib ketganini ko'ryapsizlar akalar. Bularga hammasiga yangi katalizator qo'yib beramiz. Podpiska, like, atmetgan gumillatib aloqaga chiqinglar. Если mana shu mashinada sizlarda ham chek yongan, rasxod ko'paygan, qaltirab yuradigan, konditsionerni qo'shsa va shu qaltirab qoladigan holatlar bo'ladi-yu. Mana Malibu 2 katalizatorning ichini ikkalachasini ham qo'yib yig'dik. Cho'tki bo'ldi. Hyundai'larga qo'yiladigan katalizator, zavодской koreyskiy katalizatorlar bo'ladi akalar. Ko'rib turgan detallar hammasi katalizatorlar любой mashinaga bor.